Obbo, shu musorxonani ham bir tartibli qilib qo'yishmadi. Nimaga bunaqa qilib qo'yishadi yetalla bilmayman. Balki ularni kallasiga shu narsa kelmas. No, qachondir farosati kirib qoladigan bo'lsa kallasiga, o'shanda tozalashsa kerak. Men esa har doimgidek o'zimni jonajon qishlog'imga yetib keldim. Yetal qilaysan. Ha, yo'q, qalay, ishlar yaxshimi, tinchmisan? Ha, rahmat, o'zi ham yaxshimisan? Ha, bo'ladi, rahmat. Senga bitta yangiligim bor. Qanaqa yangilik? Endi sen soliq to'lamaysan uying uchun. Nima uchun? Qanaqadir bonus berildimi menga? Yo'q, seni uyingni buzib tashlashdi. E? Tushunmadim. Mani uyimni kim buzdi? Seni uyingda bitta begona odam kim buzdida o'rniga bitta mashina qo'yib ketdi. Nimaga unaqa qildi? Короче, seni uyingni joydan yo'l o'tish kerak ekan. Uyingni boshqa joydan qurishing kerak ekan. U joydan yo'l bo'lgani uchun senga mashina berib ketishdi uyingni evaziga. Obbo, shu yetmay turganda nimaga bunaqa qilib ketishni men tushunmayapman. Mayli, hozir janob merdan so'ray qolay. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo havasla yangi videodasizlar. Albatta kanalga tez obuna bo'linglar, chunki obuna bo'lmasanglar videoni ko'rishinglar mumkin emas. Albatta videoga tez kanalga obuna bo'linglar va videoni oxirigacha ko'ringlar. Chunki hozir men nimaga bunaqa uyni buzib ketishganini короче aniqlashim kerak. Bu yerda esa qanaqadir mashina bor. Qochib tur. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, kejo'xa nima gap? Gap ko'p. Uyimni kim buzdi? Uyingni yo'l qurilish bo'yicha ishlayotgan odamlar buzib ketishdi. Nimaga buzishadi axir? Seni uyingni ostidan короче yo'l o'tish kerak ekan. Yo'l ustiga qurgan ekansan. Tushunali. Endi men nima qilishim kerak? Endi короче yangi uy qurasan. Lekin u mashina kimga? Mashina senga uyingni buzishgani uchun senga mashina berib ketishgan. Tushunali. Bo'pti, unda mashinani olsam bo'ladimi? Ha, bemalol olaver. Endi u mashina seniki. Bo'pti, rahmat unda janob mer. Men borib hozir nimadir qilishim kerak. Lekin qanaqa mashina ekanini juda ham qiziqib ketyapman. Audi ekan, juda ham chiroyli mashina ekan, lekin qanaqasiga yo'l o'tadi bu yoqdan? Menimcha, mana bu yerda bunaqa yo'l ko'p kelib turib, bu tomonga o'tib ketadi adashmasam. Hozir bu mashinani men qayoqqadir olib qo'yishim kerak, lekin qayoqqa olib qo'ysam bo'ladi? Takoy ekan, lekin oynasi tonirovka ekan, orqa tomonni ko'rmayapman. Menimcha, mana shu yerda uy qursam chiroyli tursa kerak, ataga boshqa joyga quraymi ekan. Mana shu yer juda ham chiroyli joy. Xo'sh, qanaqa qilib chiroyli uy qursam bo'ladi? Hozir men bu yerdan quraymi ekan yo bu tomonidanmi? Mana bu tomoni chiroyli menimcha. Ham bu yerda shaxtaga yaqin joy bo'ladi. Bu yerdan qursam ham bo'laveradi, farqi yo'q. Yo'l bo'lmasa bo'ldi. Yo'l to'g'risida o'tmagan bo'lsa bo'ldi. Короче, hozir borib, muhimi polizimga tegishmabdi. Juda ham yaxshi bo'pti. Tak, men ichkarida tursin, polizimni ichkariga tushmadi. Ha, mayli. Hozir короче borib tosh bilan daraxt olib kelaman. Yaxshiyam kirka bilan toporlarimni olib kelgandim 97-qishloqdan. Agar bu yerdagilaridan, короче bu yerdagi asbob uskunalarimdan foydalanaman deb ishonib kelganimda foydalana olmas ekanman, chunki ichdagi narsalarni ham olib ketishgan. Nimaga bunaqa qilishganiga hayronman. Qo'rqitib yubordi. Mana bu ko'rshapalakmi nimadir bor ekan. O'zi shunaqa oddiy narsalar odamni qo'rqitib yuboradi, lekin qo'rqish kerak bo'lmagan narsalar. Xo'p, nechta bo'ldi? 20 ta bo'ldi. 20 ta aniq yetmaydi. Chiroyli qilib uy qurishim kerak, chunki bu uyda juda ham ko'p vaqt davomida yashashimga to'g'ri keladi. 13-qishloqni endi g'irt boshqacha qilib o'zgartirib boraman. Bu yerda nimalar qurishim kerakligini albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Menimcha katta ehtimollar ila mana bu yerdan o'tadigan yo'lni ham janob mer menga buyursa kerak va mana bu qo'shnimning uyi ham bu yerdan buzilib ketadi, chunki mana bu yerdan to'g'ri o'tib kelgandan keyin mana bu yer ortiqcha-yu olib tashlashga to'g'ri keladi. Bu yerni buzishni janob mer aniq bilaman, menga buyuradi. Hozir daraxt ham olib kelishim kerak. Daraxtni mana shu tomondan olib kelsam yaxshi, chunki juda ham zo'r daraxtlar bor, sifatli daraxtlar. Короче, o'shalarni olib kelamanda keyin ishimni davom ettiraveraman. Ya'ni uy quraman chiroyli qilib. Qanaqa tartibda qurishni hali o'ylab ko'rganim yo'q. Quradigan vaqtimda birdaniga kallamga kelgan ideya bilan qurib o'raman. Chiroyliroq qilib qurish kerak, chunki qishloqda bitta bo'lish kerak meni uyim. 100-qishloqda bilasizlar, bitta meni uyim juda ham katta qilib qurilgan va hech kimning uyi meni uyimchalik katta ko'rinishda emas. Adashmasam bitta daraxt pastga tushib ketmabdi ekan. Yaxshi. Bu yerda mana bu daraxt tushib ketibdi. Hozir tushib olib turib ekib qo'ymasak bo'lmaydi, chunki yaxshilik qilishimiz kerak axir. Yaxshi amal qilganingizdan keyin sizga savob beriladi. Buni unutmang hech qachon. O'shaning uchun daraxt ekib qo'yavering. Xo'p, bu tomondagi daraxtlarni ham olaveraman va nari yoqda ham bir ikkita bor. Xullas, qisqasi ko'proq daraxt olish kerak. 18 ta bo'ldi. Mana shuni ham olib ketayin. Nechta bo'lib qoladi? 22 ta, 23 ta bo'lib qolsa kerak. 23 ta da. Ko'ryapsizlarmi? Короче, bildim-da. Bil bo'lib qoldi. Короче 23 ta bo'ldi. Hozir kattaroq uy qurish uchun lekin juda ham ko'p narsa kerak edi-yu, lekin menda ko'proq narsa yo'q-da. Qanday qilaman bilmadim. Nimadir o'ylab topish kerak. Boshida kichkinaroq uy qilib tursam ham bo'laveradi. Keyinchalik kattartirib boraman. Hozir
tak mana shu tomondan quraymikan yo'l, balki bu yo'l ham davom etib ketishi mumkin. O'shaning uchun mana bu yerdan qurib qo'yaman. Xo'p, mana bu daraxtni yonidan quraman. Mana shu yerdan bir blok ko'tarsam 2, 3 ta. Tak bu tomonda mana shu yerga kelgan. Eski uyim qayergacha kelgan? Mana shu yergacha kelgan adashmasam 1, 2, 3 ta. Endi bu tomonni ham olib kelamiz mana bu yergacha. Tak mana bu yergacha 1 ta, 2 ta, 3 ta. Tak bu tomonni ham shu yoqdan olib kelaman. Va mana shu yergacha kelsa kerak da, mana shu yergacha kelar ekan. Bitta, 2 ta, 3 ta. Bu yerda devor qilmayman, boshqacha stilda, ya'ni eski uyimni stilida qilib yuboraman. Mana bu yerdagi o'to'lanlar hozircha ortiqcha olib tashlashim kerak. Mana bu yerga ekib qo'yamiz gulni va mana uni uzoqqa otib yuboramiz. Tak pol qismini tekislab yuborish kerak. Undan oldin esa xo'p, menda belkurak bor. Pol qismini to'g'irlash uchun biz yerdagi bloklarni olib chiqishimiz kerak. Mana bu bloklarni olishim menimcha kerak emas, chunki bu yerga pol qo'ymayman, to'g'rimi? Pol ichkari tomondan bo'ladi. Ichkari tomondagi bloklarni olib chiqay. Agar bu tomondagi bloklarni ham oladigan bo'lsam, juda ham ko'p blok ketib qoladi va yana borib kelishimga to'g'ri keladi. Muhim mana bu mashina menga bo'ldi-yu. Bu mashina uchun ham garaj qurishim kerak. Uyning ichiga garajni qo'yib yuborsam juda ham zo'r bo'ladi, 100 qishloqdagi daqa qilib. O'shanda bemalol garajni отдельно, uyni отдельно qilmasdan turib, hammasini bitta joyda qilib turib, uyimdan garajga, garajdan uyimga o'tib yursam ham bo'laveradi. Menimcha o'sha holatda juda ham chiroyli va juda ham takoy bo'ladi va qulay bo'ladi. Xo'p, uyning kattaligi menimcha juda ham yaxshi bo'ldi, lekin bunaqa stilda qurganim menimcha biroz g'alati chiqdi. Rostdan ham g'alati. Boshqacha ko'rinish olib kelamiz. Birinchi taxta kerak bizga. Mana uni 44 ta taxta olamiz. 45 ta kerak ekan bizga adashmasam. Yo'q, 45 ta emasmi, bilmadim. Hozir qaror shu yerga qo'yib ko'ray. Menimcha 45 ta kerak ekan. Kam, bitta kam edi. Bitta bir dona, nahotki bir dona kam bo'lib qolsa-ya, juda ham omadsizlik bo'ladi agar bir dona rostdan ham yetmay qolsa. Yana daraxtga borib kelish kerak. Va bitta yetmay qoldi. Ko'rdinglarmi? Bilaman-da. Bitta yetmay qoldi. Yana shu tomonga boraymi, yaqinroq joydan olib kelib, bu tomondan olib kelsam, menimcha yaqin bo'lsa kerak, chunki mana o'sha joy, ya'ni bu yer o'rmon, juda ham chiroyli o'rmon. Bu 100-qishloqda va 97-qishloqda ham bu o'rmonlar bor. Lekin qishloqning ko'rinishi boshqacha. Yangi qishloq, yangi qishloq yaratmoqchiman. U qishloqni lekin ancha vaqtdan keyin yarataman, lekin uni yaratishimda nimalar qo'shish kerakligini hali aniq bilmayman. O'shaning uchun sizlardan so'ramoqchiman. Nima narsalar qo'shsam bo'ladi o'sha qishloqqa? Poldan, uyni polini toshdan qilganim yaxshi edimikan? Yo'q, taxtadan qilganim yaxshi, chunki issiq bo'ladi. Taxtadan qilsam, toshdan qilsam sovuq bo'ladi. Xo'p, mana okey. Yana nechta kerak ekan? Yana nechta? Aniq nechtaligini bilmayman. Qarochi yetganicha olib boraman. Hozir 22 ta bo'libdi ekan. 22 ni 4 ga ko'paytirsak 88 ta bo'ladimi? 88 ta taxta blok bo'ladi va chiroyli uy chiqadi. Lekin mana bu yerdagi uyim juda ham go'zal uy edi. Mana bu uyning yonida turardi. Afsuski buzilib ketdi. Hamma bu yerga bir ikkita daraxtlar ekib qo'yish kerak, o'rmon qilish kerak. O'shanda takoy qishloq bo'ladi. Bu qishloqni men qarochi rivojlantirmoqchiman, zo'r qilib. O'shanga sizlar ham o'z hissanglarni qo'shishinglar kerak. Ya'ni qishloqda nima narsalar qursam yaxshi bo'ladi degan savol bilan sizlarga yuzlanmoqchiman. Hozir mana bu yerni mana shunaqa qilib chiqaman birinchi o'rinda. Keyin tak bu yerga bitta, bu yerga bitta, 3 tadan bo'lyapti, 2 tadan bo'lyapti. Bu tomonga bittasini qo'yib yuboramiz. Takoy. Endi bu tomonni ham xuddi shunaqa qilib chiqish kerak. Mana bu yerda nimaga bunaqa qilib yubordim, hayronman. Qo'lim qiyshiqda. Xo'p, bo'ldi. O'sha toporim sinish arafasida turibdi. Juda ham ko'p ishlatib yubordim. Bu yerni shunaqa qilib qo'yaman. Tak, bu tomonni bunaqa qilsam ekan, boshqacharoq qilmoqchi edim. Atak mayli. Hozircha shunaqa stilda qurib tursam ham bo'laveradi. Okey. Va mana juda ham chiroyli. Eshik mana shu yerdan bo'ladi. Yoki qayerdan qilsam ekan? Bitta keyingisidan qilamiz ekan, o'ylab qarasam. Mana shu yerdan eshik bo'ladi, takoy eshik bo'ladi. Mana va mana juda ham chiroyli chiqyapti. Xo'p, mana bu yerga bitta, bu yerga bitta, bu yerga taxtalarim yetar ekan, bemalol yetar ekan. Taxta juda ham ajoyib. Mana o'ta go'zal. Bu tomon to'g'ri qo'yildi menimcha. Endi ustki qavatini qanaqa qilib bir yopish kerak? Mana bu yerdagi blokni olib tashlaymiz, to'xtanglar. Bu yerga ham taxta blok qo'yib yuboraman. Xo'sh, ikkinchi qavatni yopish uchun bizga kerak bo'ladigan narsalar. Birinchi o'rinda bir qator tosh qo'yib chiqamiz. Ustiga chiqib olayda bir amallab. Okey, tosh aniq yetmas ekan, to'xtanglar. 45 ta bo'lsa, 45 tadan tashqari ham ancha kerak. Hozir bir 15 ta tosh olib kelsam, menimcha yetib qoladi. Qarochi bu qishloqni, ya'ni bu uyni qurib bo'lishim uchun bu videoni o'zi yetmas ekan. Kelgusi videolarda davom ettirmoqchiman. Buni bu fikrimga qanaqa qaraysizlar o'zingizlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men esa bergan va'damni bajarishda keyin davom etaveraman. Ya'ni zo'rroq narsalar qurishni o'zingizlar aytasizlar, nima qurish kerakligini. Men esa sizlar aytgan narsalarni qurib davom etaveraman.
hop mana aka nechta juda ham ko'p bo'lib ketdi toshlar, aniq yetsa kerak. Ну yo'q yetmaydi, baribir kelaman, hozir emas, keyinroq kelaman. Hozir bitta narsa qilishim kerak. Birinchi o'rinda mana bu yerga bitta blokni qo'yib turib, mana bu yerga bitta qo'yamiz. Keyin esa bu tomonga qarab takansa qo'yib chiqish kerak tosh bloklarini. Chunki ustini tosh blok bilan yopmayman-ku ya, lekin короче, tosh bilan yopsam ham bo'laveradi. Chunki lekin tosh bilan yopadigan bo'lsam agar qishda sovuq bo'ladi, yozda issiq bo'lishini o'ylasam agar toshsiz yopsam ham bo'laverardi. Xo'p, taxta bilan yopib yuboraymikan? Taxtamni to'xtanglar, yarimtalik taxta kerak bizga. Verstagim ham yo'q, hattoki verstaga savorish kerak birinchi o'rinda. Verstakni ichkariga mana shu kirgan joyga qo'yib qo'ysam bo'ladi. Mana bunaqa blok bilan yopmoqchiman, короче. Juda ham chiroyli chiqadi. Mana shunaqa qilib yopsam, mana bunaqa bo'ladi. Qaranglar, juda ham takoy bu idea. Hop, mana shunaqa qilib yopib chiqaman. Bu blok yetmasligi aniq. Hozir borib yana daraxt olib kelishni boshlayman. Boshlanadigan narsa emas daraxt olib kelish. Xo'sh, okey. Endi qaytarib bu yerga qo'yib qo'yamiz. Hozir boraman, daraxt olib kelib, bu yerga bir ikkita daraxtni ekib tashlayman. Menimcha juda ham chiroyli bo'ladi. Keyin hamma yoq o'rmonlashsa, qishloqning o'rtalarida ham o'rmonlar bo'lsa, u o'ta go'zal narsa bilan mana shu daraxtni chopaman, короче. Bunisini ham chopish kerak avval. Birinchi buni chopib turib, keyin narisiga boraman. Bu yer o'zi qora o'rmonda, lekin bunaqa обычный daraxtlar juda ham ko'p o'sar ekan. Bu juda ham yaxshi degani. Endi har xil joyda har xil daraxtlar o'sgani juda ham yaxshi. Xo'p, mana bo'ldi. Buni ham olamiz va biroz kutib tursam daraxtlar tagiga tushadi. Daraxtlarni olib borib o'sha yoqqa ekib qo'yaman. Bo'ldi, takoy. Endi mana bu yerga bitta daraxt tushib qopti. Bu yerda ham bitta olma tushib qopti. Davay daraxtlar tushinglar daraxtlar, davay daraxt tushish kerak. Tushlaring, oy. Bu tushmayapti, mana olish kerak. Menimcha bittalab sindirib olish kerak. Hatta keyinroq kelsam ham bo'lardi. Sinib turardi ungacha. Keyin kelar ekanman. Tushmabdi, yo'q. Bittani ekib qo'yar ekanman, mayli. Keyinroq kelamanda olib ketaman yana. Hozir men bu yerga daraxt ekib qo'yaman o'rtaga, lekin bu yerda yo'l o'tadi deyilgan. Yo'l o'tmaydigan joydan ekish kerak. Mana shu yerga ekib qo'ysam, yo'l bu tomondan o'tib ketadi, ko'ryapsizlarmi? Men bu yerga bitta eksam bo'lar ekan. Короче, ko'p joyga eksa bo'ladi. Hozir ustki qismini birinchi o'rinda yopib olsam, keyin boshqa narsalar bilan shug'ullansam ham bo'laveradi. Mana 64 o'qdek ko'p bo'lib yuborib, mana mayli ko'p bo'lsa ham qo'yib yuborish kerak bu yerga. Okey va okey, mana ustini yopdim. Endi qolgan qismini qanday qilsam bo'lar ekan? Tepa qismiga chiqib turib hozir bitta narsa qilmoqchiman, qaranglar. Xo'p, mana buni bunaqa qilib turib tepaga chiqib, mana bu bilan bir qator ustini qo'yib chiqamiz yana. Iloji yo'q, qo'ymasak bo'lmaydi. Xo'sh, chunki g'alati yopib yuboribman. Bunaqa yopish bo'lsa, xunuk bo'lib qolar ekan uy. Okey, bu tomonga tushib ketib. Okey, mana. Tushunmadim. Nimagadir qo'yilmadi, lekin nimagaligini o'zim ham bilmadim.